Ayasofya Camii'miz. Ayasofya'nın arka tomoni. Şu Mimar Sinan degan usta qilgan ekan. Ko'plarni. Necha yillardan beri zilzilalarga chidab turar ekanda. Ayasofya'nın arka tarafı ekan. Kiraman desam o'chirt ekan hozir. Vaqt ketadi. Bir marta kirgan mana. Arkasi ekan. Ayasofya u vet qanaqa to'p ko'paymi ekan edi. Arka tomon ekan. Arkasından görüp beğenemiz. Neççiyini almadılardı. Hakikaten ama neççi illa biri turadı. Hazır gibiler bitmesi tökülüp gitti. Zilzilede. Mayda kuşlar antırıptı. Kargalar, çaygalar. Radyo yapıyor ama benden demek etti. Şimdi odamla ayaklardan gelen Ayasofya'nı göremizdi. Eski maçlı gücünde kadimi. Ben çerkeğe bugün maçta bugün çerkeğe maçta olup bazılarına maçta olup açıldı. Yani turist köpek. Turistler mekanı İstanbul. Arka tomona geçiyor. Degan mekan bu yerga. Birden eski joylar bor ekan. Qadimiy joylar. Eski. Turistlar kulishyapti. Mana bitta oppoq Ayasofyani. Haqiqatda yaxshi qilgan ekan. Necha yillardan beri turaman. Mimar Sinan usta qilgan. Sulaymoniy ham Mimar Sinan qilgan ekan. Ko'pchiliklar qilgan ekan Mimar Sinan. Usta. Mana shu devorlarni ham qilgan bo'lsa kerak. Kallali odam bo'lgan ekan ancha. Bayağı ketar ekan. Köpek ham turibdi mana bu yerda. Köpek göreyim. Köpek turibsanmi? Bu köpek var. Bo'shashib ketibsan menga o'sha. Charchabsan-da. 3. Ahmet Çeşmesi 1729 Kaçandır Malazya mı? Resimge tushyapti hammasi. Mana o yerda Sultan Ahmet ko'rinyapti. Bularga shekilli. Resimge tushyapti hammasi. Menimcha Malaziyadagilar shekilli. Turistlar yasolyapti. Mana mesela eski nimalar suvlar ketadigan qilgan eskitda mana kanalizatsiya yomg'irlarga qilishgan toshlardan bir zamonlar qal'alar eski nimalar tarixiy narsalar var. Böyle mana turistlar tanıştırıyor. Minası diyor. Adamlar zilzile basın gelişiyor ekan. Korkma. Biz tez vakit olaylik deb yurib biz. Banat ular. Devorlar shu banat. Necha yillardan beri turaman shu devorlar mana. Necha yerkamlayotganlar bosh qo'lyapti. Necha yillardan beri turaman shu narsalar minoralar mana. Topkapı ekan, Topkapı. Saroy shekilli. Topkapı.
Turistlarni bir balalar deyishyapti o'zlarini tilida. Topkapı Saroy İstanbul'un 1453-yilda fatihlanmışdan sonra Fatih Sultan Mehmet 1451-yilda Marmara Deniz İstanbul'da Uldaş eski saroy ekan-da bu saroy. Not born yet. Because Hagia Sophia was built 532.